Va nihoyat hammangiz kutgan onlar keldi. Demak, ruxsatingiz bilan boshlasam, yengil vaznda amaldagi chempion Islom Maxachev yarim o'rta vaznga ko'tarilmoqda. Jack Della Madalenaga qarshi jang qilish uchun. Hammamizga Islomni nimasi yoqadi? Agar u Bilol bilan urushganida, u yaqqol favorit bo'lgan bo'lardi. Biroq Jackga qarshi jangda imkoniyatlar teng. Bu yigit yirtqich, Islom esa shunchaki maxluq. Jack jangda jarohat oldi, lekin u jangga rozi. Men sizlarga jangni aniq sanasini yana aytaman, yigitlar, lekin bu jang aniq bo'ladi. Xalqaro janglar haftaligi UFC 317 turniri 28-iyunda Las Vegasda T-Mobile arenasida bo'lib o'tadi. Hammangiz bilasiz, 16-0 rekordga ega Ilya Topuria yarim yengil vaznda o'zini kamarini vakant qoldirgan edi. U Volkanovskiyni yutdi, Hollowayni, endi esa yengil vaznga ko'tarildi va sobiq chempion divizionining ikkinchi raqamli jangchisi Charles Oliveiraga qarshi yengil vazn vakant kamari uchun jang qiladi. Vakantmi? Ha, vakant, titul vakant. UFC Abu Dhabi turniri 26-iyulda Etihad arenasida bo'lib o'tadi. Ko'pchiligingizni xabaringiz bo'lsa kerak, asosiy jangda Whittaker Ridderga qarshi jang qiladi. Kim ko'rmagan bo'lsa va bilmasa, Ridder 3 ta jangini ham muddatidan avval yakunlab UFCga yorib kirib keldi. Jumladan oxirgi jangida u Bonikl ustidan texnik nokaut evaziga g'alaba qozondi. Yana bu kartda Shara Bullet Mark Andre Barriotga qarshi jang qiladi. Tomas Aspinall. Yigitlar, sizlarga avval ham aytganman. Biz Aspinallni Jon Jonsga qarshi jangini tashkil qilamiz. Endi UFC 319 biz Illinois shtati Chicago United Centerga qaytmoqdamiz. 16-avgustda, oxirgi 6 yilda birinchi marta. Asosiy jangda o'rta vazn chempioni Dricus du Plessis o'zini kamarini Hamzat Chimayevga qarshi himoya qiladi. Oxirgi 4 ta g'alabasini Dricus sobiq chempionlarga qarshi qayd etdi. Sean Strickland, Israel Adesanya va Robert Whittaker. U 7 yildan buyon mag'lub bo'lmayapti. Uni 23 ta g'alabasidan 20 tasi muddatidan avval yakunlangan. Endi esa u yengilmagan 16-0 rekordli Hamzat Chimayev bilan to'qnash kelmoqda. Bu jangni hammangiz kutgan edingiz. 16-avgust UFC 319.